Onkologik bemorda faqat bir dona shans bo'ladi. Shu diagnoz qo'yilib, operatsiya bo'lib, kimyoterapiya olib, hozir onkologiyadan butunlay qutulib ketganlar. Sizni doktor emas, o'g'lingiz deydi, o'g'lim deyman. Misol uchun kasal bo'lib doktorga borish sizda planda bo'lmagan. Onkologiyaga borgandan keyin siz 2 kun yotasiz, kesib ko'ramiz, indamay bilamiz kasalligingizni dedi. Shu boshidan birinchi kundan to'g'ri yo'lga solinmasa, ya'ni protokol asosida ishlanmasa, bemorning umri qisqaradi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, o'rtoqlar, kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yana bir yaxshi tarix istoriyani shu Sanobar opamiz misolida sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Sanobar opamiz bizga yozda adashmasam 1-2 iyunda murojaat qilishgan va shu mahaldan boshlab turib shu diagnoz qo'yilib, operatsiya bo'lib, kimyoterapiya olib, hozir onkologiyadan butunlay qutulib ketganlar. Bugun sizlar bilan shu haqda bosqichma-bosqich gaplashamiz. Sanobar opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xolajon, nima baland gapiring, xola? Siz ya'ni bemorlarim ichidagi bilasizmi, har doim xushchaqchaq, har doim palataga kirsa qanaqadir yaxshi narsa gapirib, kulib turib kutib oladigan bemorlardan bittasizda. Sizni ko'rsam men ham o'zimni ham har doim mana nima deydi, kayfiyatim ko'tariladi. Shuncha hamrohlarim albatta. Sizni doktor emas, o'g'lingiz deydi, o'g'lim deyman. Albatta, xola qarang. Endi hozir biz bu podkast, ya'ni shu muloqot qilishdan asosiy maqsadimiz kimgadir bizni foydamiz tegishi kerak. Chunki onkologiya hozir kundan kunga ko'payib ketyapti, ayniqsa yoshlar orasida. Shuning uchun hozir sizdan iltimos, ozgina orqaga qaytamiz. Tarixga juda ham yoqtirmasangiz ham, eslash xohlamasangiz ham, men shu 1,5 yil, 1 yil orqaga qaytmoqchiman. Nima uchun siz doktorga murojaat qildingiz? Misol uchun kasal bo'lib doktorga borish sizda planda bo'lmagan. Yo'q. Shuning uchun bir ozgina aytib bersangiz, nima uchun doktorga bordingiz va nima deyishdi? Og'riq berdi. Og'riq bergandan keyin men Og'riq qayerda? Faqat to'liqroq bachadondan. siz qorinni pastida, bachadon joyida sizga og'riq berdi. Og'riq berdi. Og'riq bergandan keyin doktorga bordim. Men hech og'riqni ko'rmaganman. Biron marta ham parasetamol ham ichmaganman. Lekin 8 ta tuqqansiz, bu gapingiz esimda. 8 ta tuqqanman, lekin hech kasallikni ko'rmaganman-da, to'g'risi. Xo'p. Keyin hayajonlanib qoldim. Onkologiya degandan keyin hech o'zimni aniq qilib turolmadim-da, to'g'risi. Onkologiyaga borgandan keyin siz 2 kun yotasiz, kesib ko'ramiz, indamay bilamiz kasalligingizni dedi. Shunday degandan keyin balalarim Tekshirmasdan. Tekshirmasdan Operatsiya qilamiz. Operatsiya qilgan paytda o'sha yerda razbor. o'sha yerda qaritga og'riq bo'lsa, o'sha yerda bilamiz dedi-da. Men yana bir marta eslatmoqchiman, oldin ham aytganman, onkologik bemorda faqat bir dona shans bo'ladi. Onkologik bemor shu boshidan birinchi kundan to'g'ri yo'lga solinmasa, ya'ni protokol asosida ishlanmasa, bemorning umri qisqaradi. Hop, keyin nima qildingiz? Kesib ko'ramiz dedi. Kesib ko'ramiz degandan keyin qo'rqdim. Hamma joylarim uchuqlab bosib ketdi. Qo'rqdim, bular chaqirdi. Tez keling, uni arlaga yurmang dedi. O'sha keyin balalarimga aytibdiki, katta o'g'lim aytibdi, Elmurod, Umid doktorga tushdi, tiqardan topdinglar, Umid doktor dedi. U doktor biza topdik. Topdik. Endi hozir har doim aytaman-da men, qachondir yaxshi sabab, qachondir yomon sabab inson bilan uchrashadi. Bu umidga uchrashib, bizani umid sizga topshirdi. Mana shu 1-iyul kundan beri sizda nimasiganman. 8 oy to'liq bo'ldi. 8 oydan beri men siz nima desangiz, yeydiganni yeyman, ichdiganni ichaman, suv ichsam so'rab ichaman. To'g'ri. Parhezda to'liq qilib yuribman, buzmayman. Endi yaxshilik tomonicha Xudoga shukr yaxshiman. Ya, xola, siz zo'rsiz. Men har doim shuni aytaman. Men esimda, значит, Sanobar opa bizga kelganlarida birinchi bo'lib og'riq bor edi, men esimda, chap tomonda qorinda. Og'riqning asosiy sababi shu sigmasimon ichak, ya'ni yo'g'on ichakning bir qismi to'g'ri ichakdan oldingi qism. O'sha yerda o'sma aniqlandi
kolonoskopiya qildik, MRT ma'lumotlar, kompyuter brushni polosni, kontrastni hammasini qildik va o'sma taxminan 10 santimetr hamda atrofga o'sib o'tganligi sababli hamda bitta ikkita limfa tugun atrofida bo'lganligi sababli 3-bosqich qo'yildi. Bunaqa hollarda men yana eslataman, bemorga misol uchun doktor Urmonov stilida yoki doktor Palonchiyev stilida misol uchun shunaqa yoqar ekan ishlash noto'g'ri. Har yili yangi protokol chiqadi. Bemorga har doim qilinadigan taktika, ayniqsa bizning Toshkent shahar onkologiya markazida konsilium asosida, ya'ni taktikasi hayotda hal qilinadi. Bitta inson bilan sizga operatsiya qilish kerak, sizga ximiya qilish kerak degan narsa bu noto'g'ri. Shuning uchun biz 3-bosqich qo'yilganligi sababli protokol asosida operatsiyadan oldin 6 ta kurs ximioterapiya qildik. Ximioterapiya qilishdan asosiy maqsad birinchisi bu shu o'smaning razmerini kichkina qilish. Ikkinchisi shu o'smaning agressivligini kamaytirish, ya'ni jadalligini kamaytirish. Uchinchisi bu shu atrofdagi limfa tugunlarni o'sha metastazni o'ldirish va o'tadigan operatsiyani yengillashtirish. Hozir ko'pchilik so'rashadi, misol uchun ximioterapiya qilsa og'irlashib qolar ekan, bu qusar ekan, undan tura olmas ekan. Bor gapi shu, iltimos sizdan mana shu ximioterapiya 6 ta kurs oldingiz. Bu ham kam emas, ko'p emas, lekin kam emas. Shu nima bo'lganini bir og'iz aytib bering. Ximioterapiya olib, icham qusmaganman. Hammasini yaxshi ko'targanman. Xudoga shukr. Yoshimga nisbatan. Endi yoshingiz ham sizni katta emas, kichkina emas. Hech ko'nglim men bilaman men nimalar o'tganingizni. Yo'q. Icham ko'nglim aynmagan. Faqat bitta tushkunlikka tushganman. Onkologiyaga kirganimdan keyin yig'laganman, bir oy yig'laganman. Demak, men onkologiyaga mansa kirdim, Qashqadaryoliklar eshitmasin degan. O'sha narsa qo'shnim eshitmasin, xolam eshitmasin, qizimni erga berishim kerak, kuyovimga mashina berish kerak, misol uchun. Yo'q, endi misol sizda odamlar borda, bizga kelishadiki, onkologiya diagnoz qo'yilgandan keyin senga hozir operatsiya qilish kerak, senga hozir ximioterapiya qilish kerak. Mayli, 1 kun, 2 kun kutadi, lekin 1 oy kutmaydi desak, nevaramni nima 5 kun qilib kelishim kerak, 1 oydan keyin qizimni uylantirishim kerak. Onkologiya qarab turmaydi. Haqiqatan. Hammasini ko'rib Onkologiya kelyapman. har kuni o'sadi. Hammasini ko'rib kelyapman. Har kuni o'sadi. O'sha yerda bo'ldingiz. Endi to'g'ri onkologiya bu kimgadir qo'ysak, uni hayoti o'zgarib, tubdan o'zgaradi. Sharofat opa, sizga bitta ikkita savolim bor. Og'ir savol to'g'risi. Onangizga onkologiya qo'yildi deb aytilgan, to'g'rimi? Misol uchun onkologiya. Qo'shningiz emas. Albatta sizda savol bo'lgan, o'zingiz nima uchun meni onamga, nima uchun alkashga emas, qo'pol qilib aytganda, nima uchun unga emas, nima uchun meni onamga. O'sha paytda nimani his qilgansiz? Bu onkologiya deyilgandan keyin hamma tushkunlikka tushadi. Bitta kasallik o'zi emas. 5 ta farzandlari bo'lsak, hammamiz tushkunlikka tushib qoldik. Onamni nima deydi, ko'ndirish, o'sha nimaga davolatishni o'zi qiyin bo'ldi. 5 ta farzand qilolmagan ishni Umid Butabekovich bitta o'zlari nima deydi, ishontira oldilar o'zlariga. Katta rahmat. Shu nimani to'g'rilab qo'yganini qarang. O'sha nimani his qildingiz? Misol uchun ximioterapiya, men esimda, mana shu men qo'pol qilib qo'ysam aytaman, men sizni haydab yuborganman. Qaysimonada? Onangizni tashlab ketavering, bo'ldi, biz qaraymiz. Siz ham oilangiz bor, eringiz bor, bola chaqalaringiz bor. Boring, bolalaringizga qarang yoki eringizga qarang, uyingizga qarang deb. Shu esimda onangiz oldidan hali ham ketmaysiz. Mana bugun ham ketasiz shu yerga. Ichingizda nima bo'lgan? Nima his tuyg'ungizni ozgina gapirib bering. Endi onamdan ham yoniga yurib biz ko'proq qiynalamizda. Olki xato qilmagan ekanmiz, to'g'ri olib kelgan ekanmiz. Chunki shu shahar onkologiyasi kasalxonasi haqida gapirmoqchiman. Nima deydi? Haqiqiy fidoyilar ishlaydi. To'g'risi. Fidoyilar. Mana bu doktorlarni bayram, to'y, tomosha, oilaviy tadbirlarni ham yig'ishtirib qo'yib, kechasi bilan kasal boshiga turganlarni ko'rdim. 8 oydan beri onam mana yuribman. Mana operatsiyasigacha nima qildik? Endi haqiqiy fidoyilar ishlaydi, to'g'risi. Ota-onasi kimdir kasalxonaga yotganlar o'yiga bemalol o'tirishi mumkin, lekin shuni e'lon ko'rdimki,
10 yillab o'qiydi vrachlar. O'sha onangizni vrach ko'tarib turgan, quchoqlab ko'tarib o'tirganlarini ko'rdim. Lekin farzandlar uyga o'tiradi. Qiyin, juda qiyin. Shuning Bu uchun nimani yengib o'tish, lekin vrachlariga haqiqatdan ham nima deydi, fidoyi odamlar. Ayniqsa masalan hayotimiz davomida masalan vrachlarga ko'p uchrashamiz. Masalan tug'ruqxonaga boramiz, boshqa bir. Lekin onkologiyaniki boshqacha. Masalan onkologiyaga kelgandan keyin ximioterapevtlar alohida, xirurglar, onkoxirurglar alohida. Bular birgalikda ishlaydi. Konsulium o'tkazadi, birgalikda o'sha kasal uchun nima deydi, harakat qiladi. Keyin vrach bo'lib xalqqa xizmat qilish uchun ham hozirgi yoshlar, masalan men vrach bo'lmoqchiman deganlar Umid Bo'tabekovichda izlanuvchan, harakatchan bo'lishi kerak. Eng birinchi ustozni to'g'ri tanlash kerak deb o'ylayman. Masalan ustoz yaxshi bo'lsa ham nimani o'ziga bo'lmasa qiyin-ku. yaqin kecha video chiqdi shu, ayniqsa erkak kishini hayotida, albatta ustoz bo'lish kerak. U doktor bo'lsa ham, o'qituvchi bo'lsa ham, bankda ishlasa ham, oddiy temirchi bo'lsa ham farqi ustoz bo'lish kerak. Ustozsiz biz hech kim bo'lmaymiz, bo'la olmaymiz. Ustoz kerak. Kimyoterapiya qildik. Kimyoterapiya qilishda asosiy maqsadlarni aytib o'tdim. Kimyoterapiya qilingandan keyin albatta 3 ta kursdan keyin biz yaxshi effekt oldik. Ya'ni o'smani kichkinalashishini biz ko'rdik. Shuning uchun yana 3 ta kurs kimyo qildik va 6 taga yetkazdik. 6 ta kurs kimyo qilgandan keyin 14-yanvarmidi? 15-yanvar kuni shu ustozimiz hozir как раз aytib o'tdilar. Ustozimiz o'sha professor G'olib Abdullayevich boshchiligida shu sigmosimon ichakni o'sma bilan birga olib tashladik, lekin operatsiya vaqtida shu o'sma ingichka ichakka ham o'sib o'tganligi aniqlandi. O'shaning uchun ingichka ichak ham rezeksiya bo'ldi. Shu yo'g'on ichak kesilgan joy hammasi bir-biriga tikildi, ya'ni anastomoz qo'yildi. Lekin bunday hollarda protokol, chunki protokol onkologik kasal bo'lsa, yonida har doim protokol bo'lishi kerak. Ikkalasi birga bo'ladi kasal sog'ayib ketguncha. Protokol asosiga ko'ra bunday hollarda vaqtinchalik ingichka ichagi chiqarib turish kerak. Chunki o'sha tikilgan, boylangan joy bitib ketgandan keyin, o'sha vaqt o'tishi 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin sharoitga qarab turib, ingichka ichak qaytadan ichkariga kiriladi. Ya'ni bemor oldin qandoq qilib o'sha tualetga borgan bo'lsa, kattasiga axlatga, xuddi o'shanaqa yashashni davom ettiraveradi. Sanobar opa, sizga savolim bor. Misol uchun biz o'sha kuni gapni operatsiya oldin sizdan gaplashganmiz, tushuntirganman, hamma bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni. Sizga operatsiya dedik ustozimiz boshchiligida. Shu operatsiya deganda siz ichingizda nima bo'ldi? Bir qo'rquv bo'ldimi? Misol uchun operatsiyadan yaxshi chiqsam, qanaqadir ish qilaman, bir fikr niyat qildingizmi? Chunki insoniyatda agar boshiga qanaqadir ish tushsa, albatta o'ylaydi, agar shu ishim yaxshi bo'lib ketsa, men qanaqadir savob qilaman, qanaqadir ishchi qilaman deb hamma insonda bo'ladi. Sizda ham, bunda ham, hammada bor. Shu nima niyat qilgansiz? Ichingizda nima bo'lgan o'sha payt? Meni apparatga ustolga yotqizgandan keyin faqat Umidjonni o'qtardim. Aytman, navoiy bunaqa demay, ustozim eshitsa xafa bo'ladilar manda. U biz ustozimiz bor, bilasizmi? Otamizdek ulug' ko'ramiz, G'olibulloh aytishni. Orqaga nimadir dori yo'rishga ham Qashqadaryolik ekan. Uni ham ulayladim. Senga Qashqadaryolik ekansan. Undan o'qib keyin aytdim, "Men shu ustoldan o'lmaysa qo'yib turkisam, yursam, Xudoga ming qancha shukr. O'zimga yaxshi nevaralarim bor, to'ylar, meni hamma ishimni qilib bo'lganman. Balalarni joylashtirganman. Faqat Xudoga shukr boshimga erim bor. Yurib, balalarnikiga yuritgan vaqtim meni. Ashuna niyatlab bo'lgan. To'ylar ko'ray, bachalarimni, nevaralarimni, Umidjon. Qolib ketgan 5 to'ylarni qilasiz endi. Mayli, chaqirsalar bo'ldi. Bo'shiga tursam, qulluqchi bo'lib o'tirsam bo'ldi men. Ha, bo'ldi. Siz yosh shunaqada hozir shunaqa ishlarni qilishingiz kerak. Mana operatsiya bo'ldi. Menga doktor ko'p kishi savol berdi. Nima uchun ximiya o'rgansan?
Qo'shing ham, soching ham to'kilmaydi. Ximiya dorilar zo'rda, bizga keladigan ximiya preparatlar zo'rda. Shu nima deyishimni bilmayman, yoshiraman. Nimaga yoshirasiz? Turtib qo'yishingiz sochingizni. Yo'q, sochlarimni yoshiraman-da, to'g'risida endi doktorjon. Hammasi savol beradi shuni. Shu savolni menga beradi. Men 70 ga kirgan bo'lsam, Ha. 70 yosh bo'lsam, nima qilishim kerak? Sochimni ularga qirib tashlashim kerak. Sochingiz Xudoga to'kilmaydi. shukr. Sizga aytgan emas, soch to'kilmaydi. Bu Ha, sxemadan. Xudoga shukr. To'g'ri, bir xil dorilardan, sxemadan soch to'kiladi, lekin ko'pincha yo'g'on ichak onkologiyasi saratoni bo'yicha o'tkaziladigan sxemadan soch to'kilmaydi ko'pidan. Shu. Mana operatsiya bo'ldingiz. Ha. Operatsiya esimda. Har bitta bosqichlari operatsiya bo'ldingiz. Reanimatsiyada 2 kunmi qoldingiz, 3 kunmi qoldingiz. Hammasi yaxshi. Bunda operatsiyaga chiqdingiz, bir 10 kun haqida gapirib bering, chunki odamlar ko'pincha operatsiyadan keyin og'riq bo'ladi, shulardan qo'rqadi, operatsiyadan keyin bitadi, bitmaydi, nima bo'ladi, nima qilish kerak? Yo'q. O'zingizni ichingizdan o'tgan narsa. Og'riq bo'lgan bo'lsa, Qayta men operatsiyadan keyin hushyor bo'ldim. Yaxshi bo'ldim. Yoshardingiz. Yurdim, quvondim. Hmm. Haqiqiy sog'ayganim chin bo'lsin dedim. Hmm. Nima bo'lsa yeyishim kerak ekan dedim. Hmm. Yedim. Hmm. Bu ham sizni nazoratingiz bilan Ya, doktor. to'g'ri. Lekin nima Ha. esimdan chiqdi aytaychi. Mana bu ximioterapiya qilgandan keyin sizda nimadir o'zgardimi? Mana illik 2 bo'lganmi? 2 ketibdi-da, illik qolibdi. olib tashlaganimiz ketdi-da akras. Ha, shu. Illik qolibdi shu. Men hech qachon semirmaganman ham. O'zib ketmaganman ham. Sharofat opa, misol uchun siz farzandsizda, men ham farzandman, ota-onam uzoq umr yashasin, 550 yil yashasin. Hamma niyat shunaqada. Shu operatsiya sizga aytdik, operatsiya boshlanadi, men kiraman deb esimda sizni ko'rdim, siz tashqarida qarab turuvdingiz. O'sha farzandlar o'rtasida yoki o'zingizni ichingizda nima bo'ldi operatsiya o'sha onangiz kirib ketgandan boshlab? Onam Nima Operatsiyadan- vaqt o'tmaydi u paytda. ha, Ha, bilamiz. Nima qilgansiz? Nima deb o'ylagansiz? Qanaqa qilib vaqt o'tkazgansiz? onam operatsiyani eshitganlaridan keyin qo'rquv bordi onamda. Men teskarisi. Hmm. Demak, qutuladilar. Operatsiya buyurildimi? Bundan qutulish iloji bor ekan, imkoni bor ekan. Hammaga ham operatsiya buyurilmaydi. To'g'ri. To'g'rimi? Onamga qo'rquv bor edi. Keyin operatsiyadan chiqqanlaridan keyin ham o'zlaricha qutulib bo'ldim-ku, endi yaxshi bo'lib ketaman deb o'ylaganlar. Endi necha yillik nima, hozir 8 oy bo'ldi. Hmm. 6 ta ximiya o'tkazganlar. O'zi bo'lmaydi. Operatsiyani ko'tarishdi. Lekin men ko'nglim to'q. Nimagadir nima bo'lib o'tirdim, nima desam bo'ladi. Endi qutuladilar. Shu bilan Hmm. o'sha balodan qutuladilar. Shu bilan o'zingizni aldagansiz. Ha, shuna deb o'tirdim deb kutdim-da. Hech qo'rquv ham yo'q edi. Bunaqa zo'r ekansiz, irodangiz yaxshi ekan, qo'rqmagan bo'lsangiz. Yo'q. Naborot. Agar operatsiya qilib bo'lmaydi deyilganga qo'rquv bo'lishi mumkin edi. Ha, chiqib turib operatsiya qila olmadik, iloji imkoni Ha. yo'q. Ha, Yo'q, u operatsiya qilish shart emas deyilsa ham qo'rquv bo'lishi kerak edi. Chunki operatsiya buyurildimi, qutulib ketish iloji bor ekan, imkoni bor ekan deb tushunganman-da. Hmm. O'zlari ham keyin ozroq qiynaldilar. Meni bu stoma chiqarilganini Stoma Boshqa endi tushundim vaqtinchalik. bilan, Endi stoma chiqarilgan, men aytganman boshidan, stoma chiqarilishi mumkin deb Ha. aytganman operatsiyadan oldin. Chunki baribir bekitadigan joyi yo'q. Ko'pincha oxirgi diagnoz haqiqatan ham qoringa kirilgandan keyin, ko'krak qafasiga kirilgandan keyin qo'yiladi. U diagnoz o'zgarishi mumkin. Plan bitta narsa, lekin qoringa kirgandan keyin plan boshqa narsaga o'zgarishi mumkin. Bu gapingiz rostdan bizda bo'lib turadi. vrach bo'laman deb turgan yoshlarga
endi men hech kim emasman maslahat berishga. Birinchidan o'zi intiluvchan bo'lish kerak va ustozni to'g'ri tanlay bilish kerak deb o'ylayman. Ustozda gap ko'p. Ha, ustozni to'g'ri tanlay bilish kerak. Mana 8 oydan beri shahar onkologiyasiga yurgan bo'lsak, Feruza Jumanova, Dilshodjon Hamrayev. Ha, o'zi. O'shalar masalan Umid Butabekovichdek bo'laylik, xirurg bo'lamiz, onkoxirurg bo'lamiz deb ergashibdimi? Xuddi sizga o'xshagan vrach bo'lishsin. Bo'ladi ular. Chunki nima deydi? Ularga nima bor-da? Odamdan qochmaydi. Xohlagan vaqtda telefon qilib so'rasak, bemalol maslahat bera oladi. Yaxshi komanda, yaxshi brigada tuza olgansiz demoqchiman. Endi bilasizmi, bir xil paytda so'rashadi, nima qilsam onkolog bo'laman, nima qilishim kerak deydi-da, men aytaman hazillashib. Sen butun hayotdan voz kechasan. Ha, to'g'ri. Olim yaxshi bayram, tug'ilgan kun, to'y, po'y, ana nevara, beshik, bir nima To'g'ri. hammasidan voz kechasan. Kelasan klinikada yashaysan, bir 20 yil yashaysan. 20 bo'lsa 20 yil ishlaysan, keyin qanaqadir yaxshi doktor bo'lasan. Shuning uchun doktor bo'lish oson, doktor bo'lib, onkolog bo'lib keyinchalik ishlash qiyin. Chunki O'qish boshqa, amaliyotga. Ha, u boshqa narsa u. Amaliyotga baribir ustoz ko'rish kerak ekanda. Shu nima deb o'ylaysiz, operatsiya qilib to'g'ri qildirdik. O'zi baribir misol uchun biz boshqa, siz boshqa, biz taklif qilamiz. Qonun qoida bo'yicha. Siz qabul qilasiz. Shuni qabul qilib to'g'ri qildingizmi siz? To'g'ri qildim. Nimaga bir tabiblarga borib ko'rmadingiz? Yo'q, shu doktor nima desa o'shani qilganman. Bizda ko'pda tabiblarga borib bir aylanib keladi-da. Har balo yeyotibdilar. Sizni qarindoshlaringiz aytmadimi bir tabiblarga borib ko'ring deb? Aytdilar, allambalolar yeysan, birlar yeysan. Yo'q, men hech nima yemaganman. To'g'ri, qarindoshlaringiz sizni tabibga borgan deb aytishdi. Yo'q. Aytishmadimi? Yo'q. Unda qarindoshlaringiz yaxshi ekan. Yo'q. Shu 1-iyul kuni o'sha больницаga kirgan bo'lsam, faqat ximioterapiya, ukol, dori shu. Non yemadida 6 oy yemadim, 6 oy emas, 7 oy ham yemadim. Qattiq narsa bo'ldi. Doktor nima degan bo'lsa, o'shani nazoratiga yurdim. Bironta chetdan bir narsa aniq ko'rganim. Hozir hamrohlarimga qarayman, har balo yeydi, har balo ichadi, nimalardir ichadi. Bu narsalarga xolisman. Ishonmayman ham. Doktor nima desa o'shani qilaveraman. Hozir Sanobar opamizda yana 5 ta kurs ximioterapiya qolgan. Shu olgan materialni tekshirib ko'rganimizdan keyin yana o'sha konsilyum asosida yana shu vrachlar yig'ilib turib, 6 ta kurs ximioterapiya qilish qaror qabul qilingan. Hozir bittasini oldilar. Menimcha ko'chadan bilmagan odam Sanobar opani bemor deb menimcha aytmaydi. Mana o'tiribdilar. Qo'pol aytib o'tsam aytaman, stoma chiqarilgan, lekin o'sha yashash hayot, o'sha hayot davom etaveradi. Ko'pchilik hayron, nima qilib stoma chiqaramiz, ichagi chiqaramiz vaqtinchalik desak, ko'pchilik qo'rqib shuning uchun ketib ham qolishadi. Lekin baribir qaytib keladi. Bir oy, 2 oy o'tgandan keyin neprohodimos bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, tualetga chiqa olmaydi, baribir qaytib keladi. Qaytib kelish bitta narsa, lekin eng yomoni ahvoli og'irlashib keladi. O'sha paytda qilinishi mumkin bo'lgan operatsiyani o'zi texnik biz qila olamiz, lekin bemorga og'irlik qilishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Nima maslahat berasiz? Chunki onkologik kasallik, onkologiya kundan kunga rivojlanib ketyapti, ko'payib ketyapti nihoyatda. Jadal rivojlanyapti. Nima maslahat berasiz? Chunki hozir kimdir ko'rar, balki shunda bugun qo'liga diagnoz qo'yildi shu insonga, balki bu videoni ko'rib qolishi mumkin. Chunki nima maslahat berasiz? Nima qayerga, nima qilsin? Doktorga uchrasiz. Doktordan boshqa hech aniq qilolmaydi. Onkologiya doktorga uchrasiz. Tabiblarni doğrusu nima qilmasa kerak. Tankani o'qini yesam onkologiyani tuzatib bo'lmaydi opa. Shu. Onkologiyada asosan 3 ta yo'nalish, 3 ta davolash turi bor: xirurgiya, kimyoterapiya va nur terapiyasi. Bu haqda hamma onkologlar gapiradi, men gapirganman, bundan keyin ham gapiraman men. Professor G'olib Abdullayevga rahmat. Umidjonga rahmat. O'sha yerga ishlab yurgan, Taraganiga ishlab yurgan hamma doktorlarga rahmat. Dilshodjonga, Feruzaga. Ularga alohida rahmat. Hammasiga ham rahmat. Opa, o'sha dargohdan rozimisiz? Roziman. Men roziman. 8 oy turgan bo'lsam holi, birov bilan mashina bo'lmadim. Biron kishiga
yomon anosim bo'lmadi. Hammasi meni ham hurmat qiladi, men ham ularni hurmat qilaman. O'zimdan kichikni ham, kattani ham. Intervyumiz qisqa qilishdan maqsad shu bor gapni aytib, cho'zmasdan shu hayotiy narsani ko'rsatmoqchi bo'ldik. Men yana nima demoqchiman? Onkologiya hozir ming afsuski faqat ko'paymoqda. Har kuni ko'payadi, lekin eng yomoni shu narsaki, ko'pincha 3-4 bosqich qo'yiladi. Sabab biz o'zimizni sog'lig'imizga e'tibor bermaymiz. Shuning uchun albatta shu tekshirishlar bor, hamma narsa bor hozir. Har bir poliklinikada UZI bor, kompyuter bor, misol uchun kolonoskopiya bor, gastroskopiya bo'lishi mumkin, rentgen bor, hamma narsa bor. Bir yilda bir marta shunchaki biz o'zimizni o'zimiz tekshirishimiz kerak. Lekin eng yomon narsa onkologiya chiqib qolsa nima qilaman degan savol bor. Hamma shu narsadan qo'rqadi. Bu tekshirishni qilishdan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad bu shu onkologiya agar organizmda boshlangan bo'lsa, shu onkologik kasallikni boshlang'ich bosqichda aniqlash. Boshlang'ich bosqichda aniqladik degani bu, o'sha aniqlangan bemorni butunlay sog'ayib ketishga imkoni ko'proq bo'ladi. Agar onkologiya bo'ladigan, o'sha organizmda paydo bo'lgan bo'lsa, bu bemorlarimiz bizga baribir kelishadi. Yarim yilmi, bir yilmi kelishadi, lekin ming afsuski, уже 3 yoki 4, ya'ni o'tib ketgan bosqichda. Shuning uchun bemorlarimiz bizda uzoqroq lecheniya, uzoq vaqt mobaynida davolanishiga to'g'ri keladi. Agar 4-bosqich bo'ladigan bo'lsa, unaqada problemalar ko'payib ketganda yanada ko'payib ketadi. Shuning uchun men har doim aytaman, o'zinglarni ko'p bo'lmasa ham ozgina yaxshi ko'rishlari kerak. To'g'ri, to'y bo'lishi mumkin, tug'ilgan kun bo'lishi mumkin, nevara to'y bo'lishi mumkin, boshqasi mumkin. Ular sizlarsiz ham o'tadi. To'y ham o'tadi, boshqasi ham o'tadi, lekin sog'liq qaytib kelmaydi. 15 marta beshik to'yi qilsangiz ham sog'lig'ingizni qaytarib ololmaysiz. Shuning uchun doktor aytdimi operatsiya qilish kerak. Aytdimi kimyoterapiya, demak kimyoterapiyani qilish kerak. Agar sizlarga qanaqadir yordam kerak bo'lsa, shu onkologiya bo'yicha men telefon nomerimni qoldiraman, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Biz yordam berishga tayyormiz. Shu qoldirilgan telefon nomer bu meni shaxsiy shu yonimdagi yuradigan telefon nomer. Shuning uchun murojaat qilishinglar mumkin. Biz yordam berishga tayyormiz.